Film real voqealar asosida suratga olingan. Birodar, o'zingdan ketma bir nafas, sendan ham zo'rlarini ko'rgan bu dunyo. Kulib boqib turib chiqarmay bir sas, shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo. Kimlarini allala baxt beshigida, kimlarini zor qilib g'am eshigida, ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Ignaning ko'rinmas tortishigidan tuyani ham sig'dirib qo'ygan bu dunyo. Bu qiz kimligini aytasanmi? G'alatiroq ko'rindi. Katya jarohatlandi. Hozir shifoxonadamiz. Bu xilda chigallashib ketishi meni gangitib qo'ydi. Yo'q. Rinata bunday ish qilmaydi. Дэн, ты опоздал! Ты все провалил, блин, Дэн! O'sha Renata seni sobiq xotining bo'ladi-a? Siz yonimdamassiz. Siz qalbimdasiz. Afsus, sizni ogohlantirib qo'ymabman-da. Ketingizni tozaligini nima aloqasi bor bu gapga? Jiyanlarimni o'zi o'sha uyda qolish xato edi. Qo'yvor dedim senga. Qo'yvor dedim. Hammasi joyida. Siz xijolat bo'lmang. Yur Mustafa. Buvi. U sizni har kuni ko'rmasa, buncha qo'pol gapirmasangiz, hozir noto'g'ri tushungani nima bo'lardi? Sen men bilan urushmoqchi bo'lyapsanmi, Nodira? Yo'q, aslo. Shunchaki mehmonga bunaqa qattiq gapirmang demoqchi edim. Buni ustiga hozir hamma nasabi joyida emas. Xo'p bo'ladi. Bir og'iz gapingiz. Buvijon. Tavba. Tavba qildim. Hamma haq. Bu uyda hamma o'zicha haq. Bitta men nohaq. Hammani haqligidan har oyda bitta tomosha chiqib turmasa, o'rniga tushmaydi. Bu uyda hech qachon tinchlik bo'lmas ekandi. Norasida qiza, juda qiynaldingmi deyman. O'rtoqjon, bu qiz bilan nimalar qilmoqchi bo'lyapsan-a? Bu Norasidani nima gunohi bor? Uni tepasida nima qilyapsan? Voy. Tinchlikmi? Haligi nimaga nuqul yig'laydi? Ertalabgacha yig'lab chiqdi. Keyin zo'rg'a uxlatdim. Tinchlikmi? Sen nimadirdan xavotirdamisan? Bizni gaplashishga ham qo'ymayapsan. Tinchlikmi? Nimani bekityapsan mendan? Esingni yeganmisan, Sora? Nimalar deyapsan o'zi? Nima derdim? O'ylab gapir. Menga qara o'rtoqjon. Yana oldingi eski ishlaringni boshlagan bo'lmagan? To'g'risini ayt. Bu qiz sendan qo'rqib turibdi. Bu qiz kim o'zi senga? Qayerdan keldi bu qiz? Bo'pti, ketaman, xavotir olma. Bezovta ham qilmayman seni. Bir daqiqa ham qolmayman bu yerda. Menga qara. Nimalar urasan o'zi? Senga kim ket dedi? Meni uyim, seni uying. Lekin qizga rahmim kelib, ertalabgacha tinmasdan yig'lab chiqqani uchun, sendan qo'rqayotgani uchun qizdan xavotirdaman. Agar bironta muammo bo'lsa, ayt, qo'limdan kelgancha yordam bering. Muammo bor.
Nima muammo bor? Ha, ayt. Muammo bo'lsa ham shuncha yillik dugonam bo'lib turib, menga ishonmayotganligingda. Hamida, men seni kimligingni juda ham yaxshi bilaman. Bolalikdan birga katta bo'lganmiz. Hey, meni yosh bola qilmagin. O'zing ham ishonmayapsan-ku mana shu yolg'onlaringga. Men bu yolg'onlaringga ishonishim uchun bilasanmi? Yosh qizaloq emasman-ku senga. Nima bo'lgan o'zi bu qizga? Juda ham rahmim kelib ketdi. Agar oldingi hunarlaringni boshlagan bo'lsang, ayt. Men seni militsiyaga topshirmayman. Do'stligimiz hurmati. Hammasiga ko'z yumaman. Eshigimni ochaman, chiqib ketasan. Mayli. Seni ustingdan hech qayerga arz qilmayman. Meni qanaqaligimni juda ham yaxshi bilasan. Agar chindan ham hammasi toza bo'lsa, meni qo'limdan keladigan yordam bo'lsa, jonim bilan yordam beraman. Nomaga bo'lsa-da, shu gaplarni aytganing uchun senga rahmat. Shundayam nomiga degin. O'rtoqjon. Hech ham o'zgarmas ekansan-da. Nega shunaqasan? Shuncha gapni kimga gapirdim? Sen hammani yomon deb o'ylaysan. Atrofingdagi hamma odam ham yomon emas. Hamunda bir yaxshi odamlarni ham ko'zing ko'radimi? Kel. O'zgarishga harakat qilgin. Yaxshilik ham qilgin. Keraksiz, yomon odamlarga o'ralashib qolgansan. 50 dan oshgan, 100 kuyib ketgan va kasalmand holimdami, dugonajon? Hobbo. Shuncha gapdan keyin gapirgan gapingni qara. Sen gapni tushunmas ekansan, ha? Ha, mayli, o'zingga bo'lmasa ham mana bu qizga rahming kelsin. Voy, Ha, qizim? mana qizni ham uyg'otib Asal yubording. qizim turdingmi? Kela qol qizim. Tur choy ichamiz. Ke o'zimga. Asal qizim. Voy, buni sochlarini qara. Xolajon, iltimos, meni uyimga olib borib qo'ying. Uyimga ketishni xohlayman. Dadamni, oyimni sog'inib ketdim. Asal qizim o'zimi. Ke. Xo'p. Xo'p qizim, xo'p. Faqat hozir aqlligina qiz bo'lib turib choylaringni ichsang, kechga yaqin yo'lga chiqamiz, uyga ketamiz. Xo'pmi, ona qizim? O'rtoq. Gapini to'nini qara. Muloyim gapirishni ham eplolmaysan, ha? Qo'polligingni qara. Asal yumshoqroq gapir. Men ham ishonmadim hatto mana shu mehribonchiligingga. Asal qizim o'zimmi? Sen qo'rqma. Hozir choy ichamiz, xo'p? Kim bor? Hech kim yo'q shekilli.
Voy. Hamma tomonni raso qilibdi-ya. Chora. 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 Hozir. O chora. Hozir Naim aka, hozir. Rasul bo'pti hamma tomoni. Ey. Labay Naim aka. Yaxshimisan? Ha. Botir nima qilyapti? Ana. Ha, uylarni rasvo qilib, mana qahramonlik qilib o'tiribdi-yu. Ahvol yomonmi? Yo yig'ishtirsa bo'ladi. Bo'pti, yig'ishtirib qo'y. Keyin ovqatni suzur. Xo'p. Botir, Botir. Kim o? Bu menman. Ha. Nima bo'ldi? Eshitmasin. Eshitmasin. Kim eshitmasin? Hech kim eshitmasin. Dushman eshitmasin. Ha. Xo'p. Botirboy. Ha, Choy ichamizmi? choy. Ha. Ovqat ham bormi? Pryanik bor, pryanik. Bo'ldi. Qani, ketdik. Hozir chiqaman, hozir Bo'ling, chiqaman. bo'la qoling. Eshikni oching, eshikni. Eshik ham juda qimmat ekan-ku, ha? Ana. Pryanikmi? Pryanik, ha. Yering. Hozir men eshikni Yoping. Qani, ketdik. Qani ketdik. Aniq pryanik bormi? Asalli pryanik bor. Chora. Adham aka, siz ko'p ham xavotir olmang. Ular qizchaga hech narsa qilisha olmaydi. Ularning maqsadi shunchaki sizlardan pul o'ndirish. O'rtoq mayor, biz-ku hammasini tushunib, ichimizga yutib o'tiribmiz. Lekin ayollarning yuragi adoyi tamom bo'ldi. Uni ustiga bugun erta o'g'lim bilan kelinim keladi. O'g'lingizni bu ishlardan xabari bormi? Yo'q. Endi bu xabar ularga keragidan ham ortiqchalik qiladi. Sizga bir surat ko'rsataman. Shu odamni taniysizmi? Mana. Ha, taniyman. Lekin biz ko'proq Fariddan shubha qilgan edik. Farid boy va u bilan bo'lib o'tgan ishlardan xabar topdik. To'g'rirog'i, buni o'zi kelib tan oldi. Pushaymonlik bilan gapirib berdi. Har ehtimolga qarshi uni kuzatuvga oldik. U hozir gumondorlar safida. Bir marta qilib yedira olmagan ishini yana qilmasa kerak, menimcha. Xullas uni kuzatyapmiz. Lekin meni ko'proq Hamidning hujjatlari qiziqtiryapti. U tug'ilib o'sgan sanalar har xil ko'rsatilgan, hamma joyda. Va juda tez muddatda pasportlarini juda ko'p bora almashtirgan. Kamida 5 marta almashtirgan. Sizga bermoqchi bo'lgan savolim shundan iboratki, Hamid aslida shu qishloqda tug'ilgan ekan. Uning yaqinlarini, ota-onasini taniysizmi? Otasini ismi yanglishmasam o'lmas edi. Mahalladagi choyxonada osh damlardi. Yosh o'lib ketgan. Lekin Hamidning o'zi bilan salom alaykum osh qatiq bo'lmaganman. Inson sifatida yaxshi bilmayman. Savol bersam maylimi? Albatta. Hozir men uchun, hammamiz uchun ham nabiramni topish muhimroq bo'lsa kerak. U Hamidu Faridlarning ishini keyin ham ko'rsak bo'laveradi-yu. Kechirasiz.
Bizni ishda keyini ketmaydi. Biz eng kichkina detalgacha nazoratdan qochirmasligimiz kerak. Xo'p, yaxshi, qochirmang, lekin siz ishingizni ham sal dadilroq bajaring, iltimos. Otabek ukam bizni to'g'ri tushungin. Hozir hamma ham shu ahvolda. Stress va qattiq xavotirdamiz. Men sizlarni tushunaman. Men tomonimdan hech qanday shikoyat yo'q. Xafa bo'lma-yu. Uchiga chiqqan latta ekan hamma yigitlaring. Bironta ishni ham muddasidan chiqa olmadi. Ular maxsus tayyorgarlik ko'rgan josus yoki killer emas. Shunchaki mahalliy kisavurlar. Ulardan yana nima kutganding? Ulardan emas. Sendan kutgandim nodon. Uddalashiga ishongandim. Boshidayoq gapingga kirmay, ana o Javohirni otasiga telefon qilsam bo'lar ekan. Biroz bo'lsa ham pullik bo'lardik. Mana endi muttaham Mirshod ham. Tayyor o'lja bo'lgan Javohir ham yo'q. Hammasi qo'ldan ketdi, yaramas. Seningcha shahar bedarvozami? Ha? Biz aslida bu yerga qayerdan nima maqsadda kelgan edik? Mana shular haqida o'yla. Maqsadimiz bu yerda ko'pgina pul topish edi, to'g'rimi? Sasha, biz muhojirlarmiz. Bildingmi? Va aynan shu maqsadda mana shu yerga kelganmiz. Pul topish maqsadida birlashganmiz. Va aynan mana shu maqsad bizni birlashtirgan. Lekin begona yurtda yurib, boshqa mamlakatdan kelgan odamlarni qo'rqitib, ulardan pul undirish bu faqat seni qo'lingdan keladi. Bu ishni haqiqatga to'g'ri kelmasligini ham juda yaxshi bilamiz. Boshidan sen bilan shunchaki Mirshodni qo'rqitish uchun qo'l berib kelishib ishga kirishgandik. To'g'rimi? Natijada nima bo'ldi? Bir nechta yigitlarimdan ayrilganim qoldi. Endi ularni oilasiga pul jo'natishim kerak. Onasiga, bola chaqasiga. Chunki ularning nazdida nobud bo'lgan bolalari Peter o'rmonlarida ishlashyapti. Bugun juda boshqacha sayrayapsanmi? Nima bo'ldi? Senga deding? Gapim yoqmadimi? Seningcha nima qilishim kerak? Ko'p tuyg'ularga berilma. Yo'qsa och qolasan. O'zingni erkin tutishga harakat qil. Ikki dunyo bir bo'lsa ham o'zimni erkin tuta olmayman. Pul topish uchun o'tib ketgan shuncha umrim, zoya umrim bunga yo'l qo'ymaydi. Bo'ldi qil. Gaplaringni baribir eshitmayapman. Mirshodni nima qilish kerakligini o'yla. Bor undan ko'ra Mirshodni qidirib top. Hech bo'lmasa shu ishni o'zing bajar. Shunda aqlli gaplaring biroz kamroq bo'larmidi? Keyin Javohir nima bo'ladi? Agar uni zarracha aqli bo'lsa, allaqachon uyga ketgan bo'lardi. Agar aksi bo'lsa-chi? Nima? Qo'rqyapsanmi? Qo'rqma. Agar seni izlab topsa ham, seni o'ldira olmaydi. Unda bu ishni qilish uchun yetarli kuch yo'q. Shuncha odamni osongina tinchitib qochgan odamni qo'ldan kelmaydi demoqchimisan? U qasddan odam o'ldira olmaydi. Bu ishni qilishga uni vijdoni yo'l qo'ymaydi. Vijdoni yo'l qo'ymaydi degan? Nega o'ylanib qolding, ha? Nima balo? Seni kimdir almashtirib qo'yganmi? Ilgariga bayni emassan. Qandaydir lattalashib ketyapsan. Hamma ham qachondir o'zgaradi, Sasha. O'sha o'zgarishing iltimos bugun ro'y bermasin. Qachondir mumkin, lekin bugun emas.
Bo'pti. Ertagacha. Бармен, Да? принеси мне виски. Хорошо, минуточку. Сейчас несу. Qizim, men oshxonadagi idish-tovoqlarni olib chiqay. Bo'ldimi? Narsalarni yig'ishtirib bo'ldinglarmi? Oy qiz. Seni yolg'iz jo'natayotganimga xafa bo'lma. Ortingdan darrov yetib boraman. Doim shunaqa deysiz. Va doim so'zim ustidan chiqqanman, to'g'rimi? Ha. Lekin siz kutish qanchalar azob ekanligini bilmaysiz-da. Va'da beraman. Seni ortiq kuttirmayman. Sen Farg'onaga borib ulgurmasingdan ortingdan yetib boraman. Johir aka. Toshkentda to'xtashimiz shartmi? Shart emas, majburmiz. Ozgina muolajani qilmasak bo'lmaydi. Qancha? Shuning uchun biroz vaqt Toshkentda bo'lishing kerak. Bu juda ham ko'p kurajjoyim. Juda ko'p. Bolalarimni sog'indim axir. Nega? Nega doim sog'inish bilan yashashim kerak? Yonimdagi erimni sog'insam, o'zim dunyoga keltirgan farzandlarimni sog'insam, meni ham kimdir sog'inadimi? Yoki hamma o'lishimni kutyaptimi? Oy qiz. Shu gaplarni keragi yo'q. Qo'ysenchi. Rostdan hammasidan charchadim, Johir aka, charchadim. Shu yerga kelganda irodam dosh bermayapti. Chidolmayapman, eshityapsizmi? Chidolmayapman. Odamga qiyin bo'lar ekan. O'limini kutib yashash qiyin bo'lar ekan. Eshityapsizmi? Senda hammasi yaxshi qo'y qiz. Nimaga bunaqa deysan? Analiz javoblari ham yaxshi chiqdi. Sira o'xshamayapti-da. O'xshash shart emas. Muhim ishonch. Sen menga ishonasan, to'g'rimi? Bularning har ikkisi boshqa masala, Arslonim. Nega boshqa bo'lar ekan? Har ikkalasi ham biz bilan sodir bo'lyapti-ku. Va bizni tashvishli muammolarimiz. Demak, baxt ham tashvish ham bizniki. Xo'p. Siz nima desangiz shu, Arslonim. Tushkunlikka tushma. Men borman-ku. To'g'rimi? Bilaman. Shuning uchun yashayapman-ku. Bo'ldi. Бармен, принеси еще виски. Бармен! Подожди.
Кто? Я новая барменша. Majid! Majid! لبه xo'jayin. Telefonim mashinada qolibdi, bor olib kel. Xo'p bo'ladi. Видеть твою смерть приносит столько многотворения человеку. Chiqishyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olma. Hammasi joyida. Dorilaringni yo'lda olamiz. Bo'ptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. Tanishing, oyi bu Katya. Bu meni rafiqam. Ismi Kamola. Bu esa meni do'stim. Bu esa do'stim, Azam. Yaxshimisiz? Yaxshi. Bo'pti, ketdikmi? Qani, ol, bering. Yuringlar. Qani, chiqing. Qani. Bismillah. Ke oy qiz, o'tira qol. Ehtiyot bo'l. Bo'pti, ehtiyot bo'l. Sasha bilan Deni qayerda? O'zini kafesida. Ketdik. Kalitni ber. O'zing hayda olasanmi? Ha, hayday olaman. Borishimiz kerak. Yur. Ketdik. Boss, mana telefoningiz. Boss? Boss!
Nima bo'ldi sizga, boss? Xo'jayin, ko'zingizni oching, nima bo'ldi? Ularni shu yerdaligiga ishonching komilmi? Ha. Bu yer ularni tez-tez yig'ilib turadigan joyi. Ayniqsa Sasha bu yerni juda ham yaxshi ko'radi. Sasha, Deni. Nega ularni bunaqa atashadi? Bilmadim. Ochig'i bunga qiziqmaganman. Bu ularni asl ismi emas. Shunisini bilaman xolos. Hozir. Xo'jayin, xo'jayin. Ko'zingizni oching, xo'jayin, iltimos, qo'rqitmang. Xo'jayin, Jinnorsan, Sasha-ku. Bu yerda bir gap bor. O'lgan deb o'ylaysanmi? Mirshod? Mirshod kelibdi, bolalar. Yo'q, Qochdik. Qoch. Bor, hammangcha. Bol, tezroq. Bo'la qolinglar. Ketdik. Qayda? Bo'l. Kim o'zi ular? Nimadir bo'layotganini kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Ha, doston? Shu o'yinning ichida bo'la turib, o'zim tushunmayapman-ku. Senga qanday qilib tushuntiraman? Ular kim bo'lishi mumkin? Kim haqida gapiryapsan? Bizdan boshqa yana kimdir bormi o'yinda, doston? Bilmadim. Unda Burgutni qo'li bor bunda. Menimcha yo'q. Uni Peterburg bilan bog'lab turadigan men bilan Rinatadan boshqa hech kim yo'q edi. Xayriyat, tan olding. Gaplarimni yaxshilab eshit. Senga 100% ishonmayman. Buni nima daxli bor? Yoningizda bir daqiqa bo'lsa ham jilganim yo'q. Uni Sashani qanday qilib o'ldirishim mumkin? Bilmadim. Javohir, o'zingni bos. Hozir tezroq biror recha topish kerak. Bir mashina bo'lib bu ahvolda tentirab yurishdan foyda yo'q. Qoyil. Aytmasang bilmasdim. Menimcha bu ishlarni boshida Deni turibdi. Uni ustiga boya kafeda ham ko'rinmadi. Tushunmadim. Axir u ikkisi ota boladek yaqin emasmi? Sen bor-yo'g'ularni birinchi marta ko'rding xolos. Pul uchun kuchli ishonch, mustahkam rishtalar ham chil-chil sinadi. Xudo haqqi, tezroq bu yerdan ketishni xohlayman. Hozir faqat rafiqam oldida oilam bilan birga bo'lishni istayman. Ayolim hozir ikki o't orasida dard bilan kurashib yotibdi. Men esa bu yerda nima qilayotganini bilmayotgan ahmoqlarni quvib yurish bilan bandman. Men seni ogohlantirgandim. Va senga qayta-qayta ta'kidladim. Oy qiz bilan Toshkentga ketgin deb. Sen o'zing qaysarlik qilib bu yerda qolding. Xo'sh, men o'rnimda bo'lganingda nima qilgan bo'larding? Qo'l oyog'ingni bog'lab, o'zing tushunmaydigan savollarni bersa nima qilgan bo'larding? Ayt. Eng yomoni, bu hammasini ustida turgan hamyurting bo'lib chiqsa, nima qilgan bo'larding? Men esa hammasini tagiga yetish uchun bu yerda qoldim. O'zing ham yaxshi bilib turibsan. Bularning oxiriga shunchaki yetib bo'lmaydi. Kavlayversak, kattaroq ildizga tegib ketishimiz mumkin. Bu gaplar sendan chiqyaptimi, Rasulzoda? Ha, mendan chiqyapti. Chunki ularni yaxshi tanimaymiz.
biror bir aniq ma'lumotga ham ega emasmiz. Salom. Mana qayerda ekansan? Azroilni ko'rgandek qo'rqib ketding? Qoyil. Shu yurak bilan ham shuncha ishlarni qilib yuribman degin. Sashani sen o'ldirdingmi? Bo'lmasamchi? Nima? Faqat senlar odam o'ldirasizlarmi? Senlar ham kimdandir qo'rqishinglar kerak-ku? Nega kelding? Javobini biladigan savolni berma. Yoki shu darajada lo'qmisan? Shuncha yil deganda jimjit bo'lib, yo'qolib, birdan paydo bo'lganingni aytyapman-da. Nima? Shunchaki o'zim yo'qoldimmi? Senlarni deb ozodlikdan ayrildim. Bizni deb emas. Otangni deb. Yo'q. Senlar ham bir burchida tomoshabin bo'lib turmagandirsizlar. Kulgimni qistatma, Deni. Maqsading nima? Nima bo'lardi? Qizimni kelajagini ta'minlash. Hammadan qasos olish. Xullas, rejamda qilishim kerak bo'lgan ishlarim juda ham ko'p. Qo'rqamanki sen bularni ko'rmaysan. Nega? Mana nega? Bak! Deni, haliyam o'sha-o'shasini. Menga burgutni yana kimlar bilan o'ralashib qolganini aytasan. Balkim shunda tirik qolarsan. Iltimos, meni o'ldirma. Hech bo'lmasa shu bugun o'ldirmay tur. O'g'limni futboli bor. Bormasam xafa bo'ladi. Axir bilasan, bitta o'g'lim bor. Iltimos. Erkakka o'xshab o'lsa yaxshi emasmi? Nomuncha g'unajindek yalinasan. O'zingni bos. Savolimga javob ber. Bilmayman rosti. Burgut haqida yaqinda Mirshoddan eshitdim. U hozir Farg'onada yashayapti ekan. Shularni bilaman xolos. Iltimos qilaman, seni meni o'ldirma. Men rejamni har doim amalga oshirganman. Deni, laqabli Doniyor. Iltimos, meni o'ldirma. Nima yordam kerak bo'lsa men qilaman. Iltimos, faqat otma. Otma, iltimos. Bu-chi? Mana bu senga ma'lumot emasmi? Shu kungacha ularning ishonchli vakili bo'lib yurgan. Buning ustiga hozir
Biz oramizga shuning uchun kirib olgan bo'lsa-chi, ha? Bo'ldi qol. Nima? Faqat sen gapirishing kerakmi? Seni aybsiz garovga olishgan uchunmi? Nega endi asossiz shubhalanasan? Nima? Faqat senga qiyin bo'lyaptimi? Bilib qo'y. Men ikki tomonga ishlaydigan yuzsiz odam emasman. Seni yoningda bo'lishim senga xizmat qilishligimni anglatmaydi. Shunchaki adolat uchun, alam uchun, qasos uchun sen bilan yuribman. Bir marta yolg'on gapirgan odam qayta yolg'on gapiraveradi. Ikki dunyo bir bo'lsa ham senga ishonmayman. Rasulzodaga kelsak, nima uchun senga bunchalik ishonganini tushunmayapman. U menga ishonch bildirgani yo'q. Imkon ham bergani yo'q. U shunchaki meni tushundi. Vaziyatni tushunib, fahmladi xolos. Bo'ldi qilinglar. Javohir, birorta rejang bormi? Hozircha aniq rejam yo'q. Lekin maqsadim aniq. Shu ishlarni tezroq bitirib olay, keyin uyga qaytaman. Kimmi telefoni? Meniki emas. Senikimi, Javohir? Yo'q. Menda telefonning o'zi yo'q. Senikidir. Aytyapman-ku, telefonim yo'q. Sidinani tagini qara. Menimcha shu yerdan kelyapti. Jin urgar. Bu yana nimasi bo'ldi? Kim bo'ldi bu? Bu yana nimasi bo'ldi? Kim? Bu Rinatan ishi. Jonimga ham tegib ketdi shu qiz. Ko'tar. Alo. Hech kim mashinadan tushishga harakat qilmasin. Men Rasulzodaman. Sen kimsan? Hali o'zing bilib olasan. Menga qara, eshityapsanmi? Seni hammamiz eshityapmiz. Gapiraver. Xullas, hammangni hayotiy xavf ostida. Tushuntiribroq gapirsang-chi. Nima deyapsan o'zi? Mashinadagi bomba Javohir uchun qo'yib qo'yilgandi. Menga afsus. Endi kech. Birorta eshik ochilgudek bo'lsa, bomba portlab ketadi. Seni o'liming Burgutga kerak. Senga aytgandim, mana bu yaramas bizni sotgan ablah. Men emas. Men senga aytdim, ishonmagin deb. Agar sen bu ishongan bo'lsang, seni tiriklayin ko'maman. Rasulzoda, men emas. Senga aytgandim, unga ishonish mumkin emas deb. Men emasman deyapman. Yaramas, sen yaramasni. Ishonmaysanlar. Sotdingmi hali? Jamarra. Mana evasiga sotding bizni. Burgut, buyrug'ing bajarildi. Umid qilamanki, tez orada ko'rishamiz. O'zingni tutishing yomon emas. Voy ablah. Jodugar kampirsiz. Nima? Shumi xotinchiz? Yoshlik chog'ida kimga baxt beradi? Nima? Tiz cho'kmaydi. Hamyon to'la farzand yo'q quchog'ida. Ana, xotinni qildi. Rajiyim meni yaxshi ko'radilar, dadajon. Uylanganimdan keyin yana ham omadim yurishdi. Sendan ketma bir nafas. Sendan ham zo'rlarni ko'rgan bu dunyo. Qizimni kasal qilib qo'yib, bizga ham xabar bermadinglar-ku? Bu kuningni o'lgani yaxshi. Javohirni o'yinga olib kiraman, bo'ladimi? Qanday qilib tuni bilan qayerdadir yurib kelgan xotinimni so'ramasligim mumkin. O'zining
makridan yasab bir qafas Sherdan mushuk yasab qo'ygan bu dunyo Shoxlarini ham yerga ko'mgan bu dunyo Kimning oyog'idan chalgan bu dunyo